Bo'ldi qol aka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va la aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز محترم مؤمن مسلمان برادرlarimiz aziz muxlisin muhsinin saxovatpesha tadbirkor muslimin birodarlarimiz saxovatpesha azizlarimiz barchalaringizdan Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin. Mohi sharifi Ramazonda tutayotgan ro'zalaringizda qilayotgan xayri ihsonlaringizda dargohi ilohiysida o'zi husni qabul aylagan bo'lsin. Ma'lumingizki Zinnurayn jome masjidi qoshida Zinnurayn ihson karvonini mana tashkil etildi va bu karvonda barchangiz qo'llaringizdan kelgancha va qadri hol ishtirok etib saxovatlaringizda himmatlaringizda ayamayapsizlar. Alloh azza va jalla barchalaringizdan rozi bo'lsin. Bu galdagi inshaalloh saxovat karvonimizda mo'ljal qilib turibmiz Ramazon oyining 27-kechasi, ya'ni Qadr kechasiga. Shuning uchun siz azizlardan albatta umid qilib so'rab qolgan bo'lamiz. Mana shu saxovat yo'lida hamkor, hamjihat bo'lishligingizni, qo'llaringizdan kelgancha himmat kamarini bog'lab bu ihson karvonimiz, ya'ni 100 ta xonadonni mo'ljalni qilib turibmiz. Va bundan tashqari xabaringiz bor, mana bu Nur Hayot mahallasida bir opaxonimizning xonadonlarida o'zlarining nogiron qizlari bilan istiqomat qilar ekanlar. U xonadonda ham imkon qadar Ramazon oyi ichida bir oshxona, bir hammom, bir tahoratxona qurib berish niyatida o'sha yerda xabar olib va shuni masjid jamoasi va siz aziz muhsinin birodarlarimiz, homiylarimiz birgalikda shu ishni ham qilish tadorukni ko'rgandik. Barchalaringizdan, homiylarimizdan, saxovatpesha birodarlarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Kimlardir mana g'isht berishyapti, kimlardir rom eshiklarni qilib berishyapti, kimlardir usta pullarini imkon qadar berishyapti, yana kimlardir toqliklarni, kimlardir tunukalarni, kimlardir mana shu xonadonga eshigini o'zlarining nimalaridan himmat qilib berishyapti. Alloh taolo mana shu jami azizlarimizdan o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Allah azza ve celle o'zining kalomida marhamat qilib aytadiki: "Estaizu billah va anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula robbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa va akun minas solihin." Sadaqallohul azim. Bizlarga bergan rizq nasibalardan infoqi ihson qilinglar deyapti Alloh taolo ushbu oyat karimada. Munofiqun surasida bayon qilib, va anfiqu mimma razaqnakum, bizlarga rizq qilib bergan narsadan infoq va ihson qilinglar, toinki sizlardan biringizga o'lim yetib kelishligidan avval. Agar o'lim yetib kelib qoladigan bo'lsa, fayaqul, u banda aytadiki: "Lavla akhartani ila ajalin qarib, ey Robbim, meni yaqin bir muddatgacha ta'xir qilsang edi, umrimni orqaga sursang edi, fa'as-saddaqa, bas men sadaqat qilardim, va akum minas solihin, va solih bandalardan bo'lib qolardim, solih bandalardan bo'lishlikka harakat qilardim" deb odam farzandi o'lim paytida ana shu yaxshiliklar qilishlikka umid bog'lab qolar ekan. Ammo azizlarimiz bugungi kunda tanamizda jon bor ekan. Alloh taolo har birimizga sihat salomatlik bergan ekan. Hali o'lim sharpasi ko'rinmasdan avval, hali ajalimiz ko'zimizga ko'rinmasdan avval vaqtida yaxshi amallarni qilib olaylik. Fastabiqul xayrat deydi Alloh taolo, yaxshiliklarda bir-biringiz bilan musobaqalashinglar. Haqiqiy mu'minlar oxirat uchun zaxira bo'ladigan mana shunaqa saxovatli ishlarda bir-birlari bilan musobaqalashadilar. Alloh taolo barchalaringizdan rozi bo'lsin. Mana shu kelayotgan Qadr kechasida qiladigan xayrli ihsonlaringizda, mana shu opaxonimiz xonadonlariga qilayotgan xayri ihsonlaringizni Alloh 10 karratdan 700 barobargacha Alloh subhanahu va taolo ziyodasi bilan bergan bo'lsin. O'rnini o'zi turg'izib bersin. Nabiy alayhisolatu vasallamning bir muborak hadis shariflari bilan suhbatimizga yakun yasaymiz. Ul zoti barakot aytgan edilar: "Ma naqasa malun min sadaqatin qattu." Sadaqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Biron bir mol davlat sadaqatdan hech qachon kamchilikka uchramaydi. Ya'ni sadaqati berilib turgan mol davlat faqat ziyodalashadi dedilar. Alloh taolo barchangizga ziyodalikni
oliy himmatlilikni barchalarimizga nasib aylasin. Yaxshilik yo'lida hamkor bo'lishimizga o'zi tavfiq hidoyat bergan bo'lsin. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin bi rahmatika ya arhamar rohimin.